Assalomu alaykum, hurmatli opa-singillar, onaxonlar va ularning farzandlari. Bugun men aytadigan ma'lumot pensioner ayollar uchun juda muhim. Chunki bu masala ko'pchilikning pensiya miqdoriga, ish stajiga, ilgari hisobga olinmagan davrlarning qayta ko'rib chiqilishiga bevosita ta'sir qilishi mumkin. Agar oilangizda pensiya olayotgan ayol bo'lsa, onangiz, buvingiz, opangiz yoki turmush o'rtog'ingiz bo'lsa, bu videoni albatta oxirigacha ko'ring va ularga yetkazing. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotni vaqtida bilgan odam yutadi. Bilmagan odam esa yillar davomida o'z haqini so'ramay yurishi mumkin. Men bugun sizga oddiy tilda tushuntirib beraman. Avval qanday edi, hozir nima o'zgardi? Qaysi pensioner ayollar ariza berish kerak? Kimlarda pensiya oshishi mumkin? Kimlarda esa hech narsa o'zgarmaydi? Eng muhimi, qaysi hujjatlarni tayyorlash kerak, qayerga murojaat qilish kerak va arizada nima so'rash kerakligini aniq aytaman. Avvalo masalaning ildizini tushunib olaylik. Ayollarning hayotida shunday davrlar bo'ladiki, ular rasmiy ishda ishlamaydi, lekin bu ular bekor yurgan degani emas. Masalan, farzand tug'iladi, bola parvarishi bo'ladi, uyda kichkina bolalar bilan o'tiradi, oilani ushlab turadi. Ko'p ayollar aynan shu sababli ish daftarida uzilishlarga ega bo'lgan. Ish daftarchasida 2 yil, 3 yil yoki 5 yil bo'shliq bor. Pensiya tayinlanayotgan vaqtda esa ayrim hollarda shu davrlar to'liq hisobga olinmagan. Ayrim ayollar qanday huquqi borligini bilmagan. Ayrim hujjatlar topilmagan. Ayrim hollarda esa sizda staj yetmaydi yoki bu davr kirmaydi deb aytilgan. Endi muhim joy shuki, bola parvarishi bilan bog'liq ayrim davrlar va ayolning mehnat faoliyatiga ta'sir qilgan davrlarni hisobga olish tartibi bo'yicha amaliyot ancha aniqlashdi. Elektron ma'lumotlar bazasi, FSHDYO ma'lumotlari, ish staji, tug'ilganlik haqidagi yozuvlar va pensiya organlari o'rtasidagi ma'lumot almashinuvi kuchaygani sababli ilgari hujjat yetishmagani uchun ko'rib chiqilmagan holatlar qayta tekshirilishi mumkin. Ya'ni men buni shunday tushuntiraman. Agar ayolning pensiyasi tayinlangan paytda uning farzandlari tug'ilgan davrlar, bola parvarishi davrlari yoki ayrim ish staji davrlari hisobga olinmagan bo'lsa, u qayta hisob kitobni so'rash huquqiga ega. Bu yerda eng katta xato nimada? Ko'pchilik pensiya bir marta tayinlandimi, tamom, endi o'zgarmaydi deb o'ylaydi. Yo'q, bunday emas. Agar yangi hujjat topilsa, ilgari hisobga olinmagan staj aniqlansa, arxivdan ma'lumot chiqsa, tug'ilganlik guvohnomalari asosida bola parvarishi davri tasdiqlansa yoki ish haqi bo'yicha qo'shimcha ma'lumot topilsa, pensiya qayta hisoblanishi mumkin. Bu hamma ayolda albatta oshadi degani emas, lekin tekshirtirishga arziydi. Keling, avval qanday bo'lganini oddiy misolda tushuntiraman. Masalan, ayol 1960 yillarda zavodda 6 yil ishlagan. Keyin birinchi farzandini tuqqan. 2 yil uyda bola parvarishida bo'lgan. Keyin yana ishga chiqqan, ikkinchi farzandi tug'ilgan, yana 3 yil uyda qolgan. Keyin 1990 yillarda ish joyi yopilgan, hujjatlar arxivga ketgan yoki umuman yo'qolgan. Pensiyaga chiqqanda uning ish daftarchasida faqat 10 yil aniq ko'ringan, qolgan davrlar bo'yicha hujjat to'liq bo'lmagan. Natijada pensiya pastroq tayinlangan bo'lishi mumkin. Endi esa ayol yoki uning farzandlari murojaat qilib, onamizning farzandlari tug'ilgan davrlari va bola parvarishi davrlari stajga kiritilganmi? Kiritilmagan bo'lsa qayta hisoblab bering deb so'rashi mumkin. Yana bir misol. Ayol 55 yoshda pensiyaga chiqqan. 3 nafar farzandni voyaga yetkazgan. Pensiya tayinlangan paytda faqat ish daftarchasi topshirilgan, farzandlarning tug'ilganlik guvohnomasi so'ralmagan yoki berilmagan. Natijada bola parvarishi bilan bog'liq davrlar hisob kitobda aks etmagan bo'lishi mumkin. Agar hozir shu hujjatlar taqdim etilsa, pensiya organi qayta ko'rib chiqadi. Agar qo'shimcha staj pensiya miqdoriga ta'sir qilsa, ayolning oylik pensiyasi oshishi ehtimoli bor. Bu masalada men alohida urg'u beraman. Pensiya oshishi avtomatik ravishda hamma pensioner ayolga bir xil summada qo'shiladi degani emas. Ijtimoiy tarmoqlarda ba'zan barcha ayollarga falon so'mdan qo'shilar ekan degan gaplar tarqaladi. Bunday gaplarga ehtiyot bo'ling. Pensiya har bir odam uchun alohida hisoblanadi. Kimning ish staji qancha? Kimning ish haqi ko'rsatkichi qanday? Qaysi yillar ishlagan? Nechta farzandi bor? Bola parvarishi davri oldin hisobga olinganmi yoki yo'qmi? Mana shu omillarning barchasi natijaga ta'sir qiladi. Kimlar birinchi navbatda xavotirlanishi, aniqroq tekshirtirishi kerak. Birinchidan,
pensiyasi juda past bo'lgan, lekin hayotida ancha ishlagan ayollar. Masalan, men 20 yil ishlabman, lekin pensiyam nima uchun minimalga yaqin deb o'ylaydiganlar. Ikkinchidan, bir nechta farzandi bor. Farzand tug'ilgandan keyin uzoq muddat ishga chiqmagan ayollar. Uchinchidan, pensiyaga chiqqan paytda hujjatlari to'liq bo'lmagan, arxiv ma'lumotlari topilmagan, ish joyi yopilib ketgan ayollar. To'rtinchidan, pensiya tayinlanganda stajingiz yetmaydi deb aytilgan. Lekin aslida ish va bola parvarishi davrlarini qo'shganda staji ko'proq bo'lishi mumkin bo'lgan ayollar. Kimlar esa ortiqcha xavotirlanmasa ham bo'ladi. Agar siz pensiyaga chiqayotganda barcha hujjatlarni to'liq topshirgan bo'lsangiz, farzandlarning tug'ilganlik guvohnomalari ko'rilgan bo'lsa, bola parvarishi davrlari allaqachon stajga kiritilgan bo'lsa, ish haqi va ish staji bo'yicha hamma narsa hisoblangan bo'lsa, unda katta o'zgarish bo'lmasligi mumkin. Lekin baribir bir marta tekshirtirish zarar qilmaydi. Chunki amaliyotda shunday holatlar bo'ladiki, odam hammasi hisoblangan deb yuradi. Lekin pensiya ishini ko'rgan mutaxassis bir davr tushib qolganini aniqlaydi. Endi raqamli misollar bilan tushuntiraman. Deylik, bir ayolning rasmiy ish staji pensiya tayinlanganda 15 yilda bo'lingan. Uning 3 nafar farzandi bor. Farzandlar orasidagi davrlarda u jami 5 yil bola parvarishi bilan uyda bo'lgan. Agar shu 5 yil ilgari hisobga olinmagan bo'lsa va qonuniy tartib bo'yicha stajga qo'shilishi mumkin bo'lsa, umumiy staj 23 yilga chiqadi. Bu pensiya miqdoriga ta'sir qilishi mumkin. Natija 20 ming so'm bo'ladimi? 20 ming so'm bo'ladimi yoki undan ko'proq bo'ladimi? Buni aniq hisob-kitobsiz aytib bo'lmaydi. Lekin har oyga qo'shiladigan hatto 7 ming so'm ham yiliga 8-40 ming so'm degani. Pensioner odam uchun bu dori-darmon, oziq-ovqat yoki kommunal to'lovga yordam bo'ladi. Yana bir misol, ayolning ish daftarchasida 10 yil staj bor. Farzandlar davri ham hisoblangan, lekin ish haqi ma'lumotlari past ko'rsatkich bilan olingan. U arxivdan eski ish joyidagi yuqoriroq oylik ma'lumotnomasini topsa, bu ham pensiyani qayta hisoblashga asos bo'lishi mumkin. Chunki pensiya faqat stajga emas, ayrim holatlarda ish haqi ko'rsatkichiga ham bog'liq bo'ladi. Shuning uchun men doim aytaman, faqat bolalarim bor deb emas, balki qaysi ish joylarim, qaysi yillarim, qaysi hujjatlarim hisobga olingan deb kompleks tekshirish kerak. Endi juda muhim nozik jihatlarni aytaman. Bola parvarishi davri deganda hamma vaqt ham cheksiz yillar nazarda tutilmaydi. Amaldagi tartibda bunday davrlar muayyan chegaralar bilan hisobga olinadi. Ya'ni ayol yil uyda farzandlar bilan bo'lgan bo'lsa, bu 10 yilning hammasi avtomatik stajga kiradi deb o'ylamaslik kerak. Odatda qonunda belgilangan maksimal muddat farzand yoshiga doir chegara va umumiy hisoblash qoidalari bo'ladi. Shuning uchun har bir holat alohida tekshiriladi. Men tomoshabinlarga shuni maslahat beraman. Meniki kirmas ekan deb oldindan voz kechmang, lekin hammasi kiradi deb ham noto'g'ri umid qilmang. Eng to'g'ri yo'l pensiya jamg'armasi bo'limidan rasmiy hisob-kitob so'rash. Yana bir tuzoq. Ayrim ayollar norasmiy ishlagan. Masalan, bozorda savdo qilgan, uyda tikuvchilik qilgan, birovning xo'jaligida yordam bergan, lekin soliq to'lanmagan, mehnat shartnomasi bo'lmagan, ish daftarchasiga yozilmagan. Bunday davrlarni stajga kiritish qiyin bo'ladi. Guvohlar aytsa ham har doim yetarli bo'lavermaydi. Rasmiy hujjat, arxiv ma'lumoti, mehnat daftarchasi, buyruq nusxasi, ish haqi qaydnomasi kabi dalillar kerak bo'ladi. Shuning uchun farzandlar onasiga yordam bermoqchi bo'lsa, avvalo hujjat qidirishdan boshlash kerak. Yana bir noaniq holat. Sobiq kolxoz, sovxoz, zavod, fabrika, tikuvchilik sexi, maktab, bog'cha yoki kasalxonada ishlagan ayollarning hujjatlari ba'zan tuman arxivida, viloyat arxivida yoki tashkilotning huquqiy vorisida saqlanadi. Agar ish joyi allaqachon yopilgan bo'lsa, hujjat yo'q deb darrov to'xtamang. Tuman arxiviga, viloyat arxiviga, davlat arxiviga so'rov berish kerak. Ba'zan arxivdan bir varaq ma'lumot chiqadi va shu bir varaq ayolning pensiyasini qayta hisoblashga sabab bo'ladi. Endi amaliy qadamlarni aniq aytaman. Birinchi qadam, pensioner ayolning hozirgi pensiya hujjatlari va shaxsiy ma'lumotlarini yig'ing. Pasport yoki ID karta, pensiyasi guvohnomasi, stir bo'lsa, JSHR ma'lumoti. Bank kartasi yoki pensiya olinadigan ma'lumotlar kerak bo'ladi. Ikkinchi qadam, ish daftarchasini toping. Agar ish daftarchasi yo'qolgan bo'lsa, eski ish joylar ro'yxatini yillari bilan yozib chiqing. Qayerda ishlagan? Qaysi yildan qaysi yilgacha? Lavozimi nima bo'lgan? Tashkilot qaysi tumanda joylashgan? Uchinchi qadam,
farzandlarining tug'ilganlik guvohnomalarini tayyorlang. Agar guvohnoma yo'qolgan bo'lsa, FHD organidan takroriy guvohnoma yoki ma'lumotnoma olish mumkin. Bu ayniqsa bola parvarishi davrini tekshirtirishda muhim. 4-qadam, nikoh familiya o'zgargan bo'lsa, buni tasdiqlovchi hujjatlarni ham tayyorlang. Chunki ko'p ayollar qizlik familiyasida ishlagan, keyin turmushga chiqqach familiyasi o'zgargan. Arxivda eski familiyada ma'lumot turadi. Pensiya ishida esa yangi familiya bo'ladi. Agar bog'lovchi hujjat bo'lmasa, bu aynan shu odammi degan savol tug'iladi. 5-qadam, yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qiling. Hozir ayrim xizmatlar davlat xizmatlari markazi yoki elektron portal orqali ham amalga oshiriladi. Lekin men keksa yoshdagi insonlarga ko'pincha farzandi bilan birga borishni maslahat beraman. Chunki savollar beriladi, hujjat nusxalari olinadi, ariza mazmunini to'g'ri yozish kerak bo'ladi. Arizada shunday mazmun bo'lishi mumkin. Menga tayinlangan pensiya miqdorini qayta ko'rib chiqishingizni so'rayman. Pensiya tayinlashda hisobga olinmagan bo'lishi mumkin bo'lgan ish staji. Bola parvarishi davrlari va qo'shimcha hujjatlar asosida pensiyamni qayta hisoblab berishingizni so'rayman. Mana shu fikr aniq bo'lishi kerak. 6-qadam. Arizani topshirgandan keyin albatta qabul qilinganini tasdiqlovchi raqam yoki nusxa oling. Og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Ko'rib qo'yamiz, keyin kelasiz, baribir chiqmaydi degan gaplar bo'lishi mumkin. Siz madaniyat bilan, lekin qat'iy tarzda yozma murojaat qilishingiz kerak. Yozma murojaat bo'lsa, unga javob ham rasmiy bo'ladi. Agar rad etilsa, rad etish sababi yoziladi. Sababni bilsangiz, keyingi qadamni belgilaysiz. Qo'shimcha hujjat olib kelasizmi? Arxivga so'rov berasizmi yoki yuqori tashkilotga murojaat qilasizmi? 7-qadam. Arxiv so'rovlarini e'tiborsiz qoldirmang. Masalan, onangiz men 1979 yildan 1906 yilgacha konserva zavodida ishlaganman desa, lekin ish daftarchasi yozuv noaniq bo'lsa, arxivdan buyruq ishga qabul qilingan sana, ishdan bo'shagan sana, ish haqidagi ma'lumotlarni so'rash mumkin. Ba'zan arxiv javobi bir oyda keladi, ba'zan ko'proq vaqt oladi, lekin kutishga arziydi. Chunki pensiya har oy to'lanadi, bir marta to'g'rilansa. Keyingi oylar uchun foyda beradi. 8-qadam. Pensiya qayta hisoblangan taqdirda qaysi sanadan boshlab to'lanishini ham aniqlang. Odatda qayta hisoblash arzi berilgan vaqt. Hujjat taqdim etilgan sana yoki qonunchilikda belgilangan tartib asosida amalga oshiriladi. Ko'pchilik menga 10 yil oldindan hammasini to'lab bersin deb o'ylaydi. Har doim ham bunday bo'lavermaydi. Shuning uchun vaqtni cho'zmaslik kerak. Bugun bilgan bo'lsangiz, bugun hujjatlarni yig'ishni boshlang. Bir oy kechiksangiz, ehtimol bir oylik qo'shimcha to'lovdan ham kechikishingiz mumkin. Endi istisnolar haqida gapiraman. Agar ayolning farzandlari tug'ilgan bo'lsa, lekin u davr allaqachon ish stajiga kiritilgan bo'lsa, yana ikkinchi marta qo'shib berilmaydi. Bir davr 2 marta hisoblanmaydi. Masalan, ayol bola tug'ilgandan keyin ham rasmiy ishda bo'lgan va ish haqi saqlangan. Ish staji ketgan bo'lsa, o'sha davr alohida bola parvarishi sifatida yana qo'shilmasligi mumkin. Yoki ayolning umumiy staji allaqachon maksimal ta'sir beradigan darajada bo'lsa, qo'shimcha davr pensiya miqdorini sezilarli oshirmasligi mumkin. Shuning uchun natija har doim individual. Yana bir istisno farzandlikka olish, vasiylik, nogiron farzand parvarishi kabi holatlarda alohida qoidalar bo'lishi mumkin. Bunday vaziyatlarda oddiy tug'ilganlik guvohnomasi yetarli bo'lmasligi mumkin. Sud qarori, vasiylik organi hujjati, tibbiy ma'lumotnoma yoki boshqa tasdiqlovchi hujjatlari talab qilinadi. Agar sizda shunday holat bo'lsa, albatta mutaxassisga batafsil tushuntiring. Menda mana shunday vaziyat bor, qaysi hujjat kerak deb aniq so'rang. Men yana bir muhim ogohlantirish beraman. Ijtimoiy tarmoqlarda pul chiqarib beraman. Pensiyani oshirib beraman. Tanishim bor deb yurgan odamlarga ishonmang. Pensiyani oshirish pora yoki tanish bilish bilan emas. Hujjat va qonuniy asos bilan bo'ladi. Agar sizda hujjat bo'lsa, hech kimga ortiqcha pul bermasdan rasmiy tartibda murojaat qilasiz. Agar hujjat bo'lmasa, firibgar odam ham uni qonuniy qilib bera olmaydi. Shuning uchun pasport nusxasini, bank karta ma'lumotlarini, SMS kodlarini begonalarga bermang. Farzandlarga alohida murojaat qilaman. Ko'p onaxonlar bunday idora bo'lishga tortinadi. Mayli, bolam, shuncha yildan beri olib yuribman. Endi nima qilaman deydi. Lekin siz yordam bering. Onangizning hujjatlarini tartibga soling, eski ish joylarini yozib oling, farzandlarning guvohnomalarini toping.
pensiya jamg'armasiga birga boring. Onangizning har oy 1000 so'mga bo'lsa ham pensiyasi oshsa, bu uning o'ziga bo'lgan hurmatini ham oshiradi. Bu faqat pul masalasi emas. Bu ayolning yillar davomida qilgan mehnati tan olinishi masalasidir. Agar siz qishloqda yashasangiz va tuman markaziga borish qiyin bo'lsa, avval telefon orqali pensiya jamg'armasi bo'limidan qabul kunlari, kerakli hujjatlar ro'yxatini so'rab oling. Davlat xizmatlari markaziga ham murojaat qilib ko'ring. Agar elektron xizmatdan foydalanishni bilsangiz, my.gov.uz orqali mavjud xizmatlarni tekshirish mumkin. Lekin elektron murojaatda ham hujjatlarning skaner nusxasi aniq o'qiladigan bo'lishi kerak. Noto'g'ri yoki xira yuklangan hujjat sabab ish cho'zilib ketadi. Agar sizga rad javobi berilsa, tushkunlikka tushmang. Rad javobini diqqat bilan o'qing. Masalan, falon davrni tasdiqlovchi hujjat yo'q deyilgan bo'lsa, demak arxivdan ma'lumot topish kerak. Bu davr oldin hisobga olingan deyilgan bo'lsa. Pensiya ishidagi hisob-kitobni tushuntirib berishlarini so'rang. Qonunchilik bo'yicha kiritilmaydi deyilgan bo'lsa, qaysi norma asosida kiritilmasligini aniqlang. Rasmiy javob sizga keyingi harakat uchun yo'l xaritasi bo'ladi. Bugungi mavzudan asosiy xulosa shuki, pensioner ayollar, ayniqsa farzand tarbiyasi sabab ishida uzilish bo'lgan ayollar, o'z pensiya ishini qayta tekshirtirishdan uyalmang va cho'chimang. Hamma ayolga avtomatik katta pul qo'shiladi deb aytmayman. Bunday va'da berish noto'g'ri bo'ladi. Lekin ilgari hisobga olinmagan staj, bola parvarishi davri, arxivdan topilgan ish haqi yoki ish joyi haqidagi hujjat pensiya miqdoriga real ta'sir qilishi mumkin. Buni bilish uchun esa rasmiy ariza berish va hujjatlarni tartibga keltirish kerak. Men sizga tavsiya qiladigan eng oddiy reja mana shunday. Bugun oiladagi pensioner ayolning ish daftarchasini toping. Farzandlar tug'ilganlik guvohnomalarini yig'ing. Eski ish joylari ro'yxatini yozing. Familiya o'zgargan bo'lsa tasdiqlovchi hujjatni qo'shing. Keyin pensiya jamg'armasiga yozma ariza bilan murojaat qiling. Ariza qabul qilinganini tasdiqlovchi hujjatni oling va javobni kuting. Agar qo'shimcha hujjat so'ralsa, arxivdan qidiring. Hurmatli tomoshabinlar, bu ma'lumotni albatta onaxonlarga, opa-singillarga, qo'shnilarga yetkazing. Chunki ko'p ayollar o'z haqini bilmagani uchun past pensiya bilan yurishi mumkin. Sizning bitta ulashgan videongiz kimningdir pensiyasi qayta ko'rib chiqilishiga sabab bo'lishi ehtimoli bor. Fikringizni izohlarda yozing. Sizda yoki onangizda pensiya hisoblashda bola parvarishi davri, ish staji yoki arxiv hujjatlari bilan muammo bo'lganmi? Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va keyingi muhim ma'lumotlarni o'tkazib yubormang.